Leksiyalarına devam, hürmetli vatandaş. Bugün 2021 yıl çizlağa 6. ayın 18. günü. Yukarı leksiyana devam. Demek, söhbetli o baş elçilerine kaçan ivetiş bu fakat texniki meselesidir. Amerika, Rusya baş elçileri Muşil'nin beş ilişki devletinin ciddileşken münasebetleri tüpeyli kaytırıp gitilgen. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden onundan muxbirlarni kitibili yig'in o'tkazib, mundaq ko'rsatdi. Bu yerda hozir ikki prezident birlashma muxbirlarni kitibili yig'ini emas, ayrim holda o'z oldi muxbirlarni kitibili yig'in o'tkazyapti. Yig'in o'tkazib, mundaq ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin bilan suhbat o'tkazganda ko'p vaqt sarf qilib, internet bexatarligini so'zlashdi. Prezident Joe Biden yana tilga aldı, yani mundaq tilga aldı. Men Prezident Vladimir Putinga kishilik huquqning abadi Amerika muhokama qiladigan masala ekanligini, chunki bu masalaning Amerikaning mohiyati ekanligini aytib berdim. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Men Prezident Vladimir Putinga aniq qilib mundaq bildirdim. Kishilik huquqqa tajovuz qilish masalalariga davomli sado qaytaraman dedim. Bu Prezident Joe Bidenning so'zi. Gerçi Jungo Amerika Rusya suhbatiga jiddiylashmagandimi? Lekin Prezident Joe Bidenning muxbirlarni kutib olish yig'inida odatdan tashqari qiziq nuqtaga aylandi. Jungo bu suhbatga qatnashmagan bo'lsa-mu, o ikki davlat suhbatiga jiddiylashmagan bo'lsa-mu, lekin Prezident Joe Biden muxbirlarni kutib olish yig'ini ochganda Jungo masalasi qiziq nuqtaga aylandi. Tahlilchilar mundaq dedi. Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putin muxbirlarni kutib olish yig'inida suhbatning Jungo masalasiga berib taqalganligi to'g'risida hech narsa demagan bo'lsa-mu, lekin Rusya Amerika ikki taraf muhokama qiladigan uzun mavzular tizimligi bor edi. Masalan, muxbirlarni kutish yig'inida kutib olish yig'ini o'tkazdi. Prezident Vladimir Putin Jungoni yig'izganmidi? Shundaqla muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Prezident Joe Biden Jungoni yig'izganmidi? Biroq ikki davlat rahbarlari so'zlashadigan mavzular bek uzun mavzular edi. Ya'ni ko'p mavzular edi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning Yevropani ziyorat qilish tashqi siyosatida muhimlarning ishidagi eng muhimi Jungo masalasi edi. Demak, 6 kun Yevropada ziyorat bo'ldi oxiri. Cenviyada, Shveysariyada Putin, Prezident Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Prezident Joe Bidenning Yevropa ziyoratida eng muhim masala Jungo masalasi edi. Shunlashqa Amerika Rusya yuqoridagiliklar suhbatida Jungo masalasini muhokama qilish mumkinligi hargiz Yevropa ziyoratidagi mumkinlikdan qilishmaydi. Tushundingizmi vatandosh? Tushundik. Yevropa ziyoratida Prezident Joe Bidenning eng muhim maqsadi yoki eng muhim masalasi deb tilga oladigan masala, eng muhim masala deb tilga oladigan masala Jungo masalasi. Shunlashqa bu qatim Cenevada o'tkazilgan Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining suhbatida Jungo masalasi hargiz Yevropadagi masala bo'lib qo'yilishdan kam emasdi. Demak, hozir Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan Prezident Joe Biden o'rtasidagi muhokama va suhbatda Jungo masalasi Yevropadagi masala bo'lishidan qilishmaydigan masala. Ajab tushuntirmayman. Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putin 90 minut suhbatlashdi. Jungo dab quchishgan mayoqdek sakrashga boshladi. Demak, bu yerda masala bor degan. Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putin 90 minut suhbatlashdi. Jungo dab quchishgan mayoqdek sakrashga boshladi. Hoşucan şamalının yüzlenişini özgartmekçi bo'ldi.
yer şar mavzulu xabar 6 ayının 17 günü Vanvit orbiti ilan qildi. Xabar bundaq başlandı. Bütün yer şar dikkat qilib turgan Amerika Rossiya yuqori darajaliklar söhbeti 6 ayının 16 günü Shveysariyanın Cenva şəhərində başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinning tunji qatimliq suhbati oxirlashgandan keyin ikki taraf texmi zo'r ko'lamda suhbatlashishga boshladi. Doira kengaydi, mavzu kengaydi. Qattiq silkinishga uchragan Jungo Kompartiyasining bo'ri masallik diplomatlari öz o'rnida o'ltirolmay qoldi. Bu yerda bir chataq bor degan gapda vatandosh siz bilmaysiz, biz bilmaymiz. O'tirdi sakrab chiqib xalqaro jamoat fikrining yuzlanishini burashga urindi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Jungoning tashviqotlaridan ularning nimadan ansirayotganligini bilib olg'ili bo'ladi. Davomini anglaysiz vatandosh.